Kiberxavfsizlik deganda ko'z oldimizga zamonaviy laboratoriyalar keladi. Ammo bizning voqeligimizda antifraud bu eng avvalo tenderlarning mohirona sahnalashtirilishi demakdir. Faktik ma'lumotlarga o'tamiz. 2024-yilning oxiri Aloqa Bank antifraud tizimini sotib olish uchun tender o'tkazadi. Lot summasi qariyb 7 milliard so'm. G'olib Identity mas'uliyati cheklangan jamiyati. Bu kompaniya tashkil topganiga atigi 9 oy bo'lgan. Ustav kapitali esa bor yo'g'i 500 ming so'm. 2 kishining tushlik puli. Va mana shu firma butun boshli bank transaksiyalarini qo'riqlashni zimmasiga olmoqda. Endi eng qiziq joyiga e'tibor bering. Tenderda ikkinchi ishtirokchi Bestab mas'uliyat cheklangan jamiyat ham bo'lgan. Biz g'olibning saytiga kirib, raqamli dalillarni topdik. G'olib kompaniyaning aloqa ma'lumotlarida mag'lub bo'lgan raqibning pochta manzili ko'rsatilgan. Ya'ni g'olib va raqobatchi aslida bitta shaxs. Bu endi shunchaki ikki aktyordan iborat teatr. Maqsad 7 milliardlik shartnomani qo'lga kiritish. Xo'sh, bu mitti firmalar davlat xaridlariga qanday kirib kelmoqda? Javob bitta tizilmada yashirin. O'zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish respublika markazi. Aynan shu markaz bu ikki firmani oziqlantirib kelgan. 2024-yil davomida ularga ketma-ket milliardlab so'mlik loyihalar berilgan. Bu ularni tajribali IT ishlab chiqaruvchi qilib ko'rsatish uchun sun'iy ravishda qilingan tayyorgarlik. Endi eng xavotirli qismi. Markaziy bank 2025-yildan yagona telekom antifraud tizimini joriy etadi. Uning ishlab chiquvchisi kim? To'ppa-to'g'ri. O'sha biz aytgan respublika markazi. Doira yopildi. Markaz tizimni yaratadi, markaz o'z cho'ntak firmalariga pul va tajriba beradi, keyin esa bu firmalar banklarga kirib boradi. Birinchidan, shaffoflik yo'q. Biz jahon yetakchilari o'rtasidagi tanlovni ko'rmayapmiz. Ikkinchidan, sifatsiz tizim. Milliardlar sarflanyapti, ammo oddiy odamlarning kartalari sababsiz bloklanyapti. Haqiqiy firibgarlar esa bemalol pul o'g'irlashda davom etmoqda. Va eng yomoni monopoliya. Agar tizimda bittagina xato bo'lsa, butun mamlakat moliyaviy tizimi zaif bo'lib qoladi. Aloqa bank voqeasi bu tasodif emas. Bu o'zbekcha antifraudning haqiqiy yuzi. Siz pul o'tkazmasini tasdiqlash kodini kutayotgan bir paytda kimdir sizning soliqlaringizni Ustav fondi 500 ming so'm bo'lgan kompaniyaga o'tkazishni allaqachon tasdiqlab bo'lgan.